haligacha uyga kelgani yo'q, lekin uyga kelsa точно 3-jahon urushi bo'ladi. Shuning uchun uyga kelguncha qornimni to'qlab olay. Xoradan olgani ketdik. Monitorchani olib ketmasam точно vovullaydi. Sovuq uxlayapti. Vovullamaslik uchun olib ketyapman, atak olib ketmayman. Yana katta qaynonamdan arazlab xonamga kirib ketadigan bo'lsam, och qorin bilan uxlamay. Hech qaysi urushlar och qoringa uxlashga arzimaydi. Endi qoraram yana. Urushga tayyorman. Qo'sha bo'lib kelishdim. Opasi bilan ketin qaynonam. Ishqilib buni yeyishga ulgurib olsam bo'ldi, chunki qaynonam hidi kelyaptilar shekilli. Tez olish kerak. Karis qaynonam erlar bilan nimaga ajrashganlarini endi sekin tushunishni boshlayapman menimcha. Qo'ylar anchadan beri yemaganim. Qaynonam juda ham yaxshi ayol. Rostdan ham ko'ngli ochiq, juda ham yaxshi. Qachonki qaynonamga pul bersangiz, hamma narsani qiladi. Javob hamma ishni qiladi. Pul bersangiz. O'shanga qaynonamga har oy pul berib kelaman. Lekin kecha opasini uyiga chiqib kelgandan keyin opasi nimadir dedi shekilli. Kam beryapsan, ko'proq ber dedi qaynonam. Даже men berayotgan pullar o'g'lish tashi bermaydi degim keldi. Xafa bo'lib qoladi deb jim o'tiribman. Shunga kakao to'kdan shuncha SMS jo'natib yuboribdilar. Oxirida uyga borsam gaplashamiz. Uyga qachon kelasiz ham? Bugun kecha boraman. Uyga borsangiz gaplashamiz dedingiz, nimaga kech kelasiz? Erta keling, erta gaplashib uxlaymiz. Menimcha hozir opalar bilan birga bo'lsa kerak. O'ylashyapti, nima deyishsa. Hali men bu uyda nafas olib turganimga bu uyga kelmasam bo'ladi.